Hi guys, salom yaxshilar. Bugun sovuni bog'chadan olib kelishga hamma oilaviy bo'lib bordik. Qaynonam va itvacha bilan. Men itvachamiz bilan ko'chada turib turaman. Siz kirib sovuni olib chiqing deb qaynonamni kirgizib yuborgandim. Qaynonam esa bo'yanmaganman, sochimni ham yuvmaganman, men kira olmayman deb gapirgandilar. Siz dunyodagi eng go'zal ayolsiz deb paxta qo'yib kirgizib yubordim. Sov men bilan itvachani ko'rib yugurib chiqishini qaranglar, menga emas, itvachaga ko'proq xursand bo'ldi. Har doim ko'chaga chiqishimiz bilan itvachamiz qiladi. Har safar ko'chaga chiqishimizda kofe olib beraman, yuring ketdik deb chaqiraman, bo'lmasam ko'chaga aylangani chiqmaydilar. Uyda yotishni yaxshi ko'radilar. Shunga har safar ko'chaga chiqishimizda kofe olib berishga majburman, bo'lmasam hayotda ko'chaga chiqmaydilar. O'zbekistonda jazirama issiqda issiqqina choy ichsa, qaynonam jazirama issiqda issiqqina kofe ichadi. Sovga birinchi marta gilosli so'k beruvdim, menimcha yoqmadi shekilli. Biz Koreyaning eng katta bog'ini yonida yashaymiz. Uzoqdan mashinada minib keladi bu bog'qa ataylab aylangani. Biz har kuni shunaqa qilib piyoda bemalol aylanib chiqib, aylanib kirib ketamiz. Qaynonamga ozgina meni ham videoga olib qo'ying deb so'ramasam, meni umuman videoga olib qo'yishmaydilar. Har safar shunaqa meni videoga olib yuraman. Bitta aylaning demoqchi edim. Yaxshi, o'zi itvachamiz qaynonamni u yoqqa aylantirib, bu yoqqa aylantirib yuribdi. Shunaqa qilib ozgina aylanganimizdan keyin yana bog'chaga qaytadan bordik, chunki bugun bog'chada sovuni ota-onalar majlisi bor edi. Bizda esa otamiz yo'q, shuning uchun qaynona bilan men o'zim keldim. Uyga kelganimizdan keyin itvachamizni maneti chiqib qopti. Shunga qaynonam mumkin emas chiqib tursa mikroblar yuqadi deb ichiga qaytadan kirgizib qo'yaptilar.